Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bizning kanallarimizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilar, hammalaringizga xayrli kun tilagan holatda. Biyogumuz dastavkalarini davom etyapmiz azizlar. Mana shu tarzda uzum ko'chatlari ekilyapti bu joylarga. Xudo xolasa barakasini bersin. Uzum ko'chatlarini olib kelib dehqonchiliklarni boshladi usta akalarimiz. Biyogumizlar kelib turibdi. Sifati yaxshi, xudo xolasa Alloh barakasini bersin. Mana shu tarzda katta mashinalarda olib kelyapmiz. Paliflar, ya'ni tomchilash sug'orish jarayoni bo'lgan. Joy tosh shag'alli bo'lgani uchun o'rtacha 4 kilo 5 kilodan uzumni joyiga qarab qayergadir 1 kilo, qayoqadir 5 kilo yoki 10 kilo solib biyogumuz o'ziga uzum ko'chatlari ekiladi. Mana harakatda akalarimiz katta mashinalarda olib kelyapmiz. Mana shu tarzda mo'ljallab biyogumizlar tushirib turibdi. Qiziqadiganlar like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Quyida telefon nomerlari orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan. Biyogumizlar Kaliforniya qizilcha o'lchanglari yordamida qayta ishlangan. Mana shu tarzda biyogumizlarni yetkazib turibmiz. Like hamda obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. E'tiboringiz uchun rahmat.